Hammaga assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda Sunbuz kanali ashaddiy muxlislari, e'tiborlarga mana bugun biz 2026-yil 21 hafta kuniga shanba biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasidamiz akalar. Sizlar uchun xullas O'zbekiston bo'ylab hozir rosa trendga chiqib turgan tepapast futbolkalarimiz bor. Bularda nima deyiladi bu futbolkalar? Polyester tepapast. Polyester tepapast akalar. Polyester tepapast. Mana necha yoshli bolalarga tushadi? Oylikdan 1 yoshgacha, 2 yoshgacha tushadi. Oylikdan 1 yosh, 2 yoshgacha tushadi, ha? Xo'p. Bu hammasi polyester, ha? Uni ham ko'rsataylik ana. Endi hozir assortimenti har xilda akalar mana. Ko'ryapsizlar? Har xil turda mana bir boshda ko'rsatib boraveramiz. Xullas tepapastlarimiz o'ta sifatli, tekis tikilgan. Endi birorta ochig'i bormi? Bunday buni salapanni olsangiz cheklarini ko'rsatardik-da. Bu qanaqa u chiroylimi? Benetda yana boshqanda. Ya shuni ishdan chas ekan, ha? Buni ishdan chalar ekan. Bu yoqda. Mana shuni tayyorni ochib qo'yib. Xo'p, mana akalar. O'ta chiroyli ishlangan sifatli narsalar. Xo'p, bundan ko'p miqdordami sizda? 2000 taga yaqin. 2000 taga yaqin ekan akalar. Xullas, zakaz bo'lsa yana davomiy bo'laveradi bu narsa. Ishlab chiqarish polyester material ekan. Xo'p, yosh o'sha 1 oylikdan 2 yoshgacha bor ekan. Xullas, bitta pachka deymiz-ku. Pachkada qana pachka bo'ladimi yo har bir dona bir bo'ladimi? Dona olaman deganlarga dona ham beramiz. Pachka deganlarga mana pachkasi 5 ta bo'ladi. Pachkada 5 ta, razmer qanaqa bir xil bo'ladimi yo? Ya, bunday misol 1 yosh, 2 yosh, 5 oylik, 3 oylik bir xil. 1 yoshgacha ham tushadi, 2 yoshgacha ham tushadi bu. Mana shu pachkada bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta ekan, ha? 5 ta. 5 ta. 5 ta bo'ladi ekan. Xullas, mabodo ko'p olaman desalar ham, misol 5 ta, 10 ta bo'lsa ham, xullas chiroyli qilib chiqarib beraveradi. Xullas vodiy bo'ylab deysizmi? Xullas Qashqadaryomi? Xullas siz pulni tashiysiz kartaga chiroyli qilib o'sha pochtadan chiqarib yuborishadi-da. Ma'qul kelsa kelib o'qitib sotaverasiz. Misol foydalanadiganlar ham olsa bo'ladi. Birinchi qo'l ishlab chiqarish akalar. Xo'p, bularning narxi qanchadan endi? Ularning narxini endi 23 ming deyapmiz, kelishtirib beramiz. 23 ming so'mdan endi ozmas xullas kelishida xonasi bor. Akalar 23 ming so'mdan olpalar, 23 ming so'mdan deyapti. Ishlab chiqarish birinchi qo'l polyester materialdan tepapast. Oti nima deymiz buni? Tepapast dvoyka. Dvoykalar, ana, hop, dvoyka ekan. Polyester materialdan tepapastimiz 23 ming so'mdan kelishtirib beriladi. Aloqa uchun telefon nomerimiz 91lik 694 0706. Xotirjam aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.